ko'rishinglar mumkin. Biza bunaqa podushka qo'yamiz. Tayyor. Rezinkasi quyma bo'ladi. Mana yumshoq rezinka bo'ladi. Boyagi Malibuga ham mana shu rezinkadan qo'yib, kerak bo'lsa qilib beramiz. Bular Sparkga tayyor, nalichida ko'ryapsizlar. Podushkalarimiz do'konda sotilayotganidan ancha yumshoq bo'ladi. Ancha yumshoq bo'ladi va ko'p yuraveradi. Mana bu Cobalt'niki o'zimizni yasayotgan podushkamiz. Bu ham ancha yumshoq bo'ladi do'kondagidan, o'zini radnoydan ham. Kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mana Lasettiga. Bu hali 100% tayyor emas, lekin hozir ham o'rtasidagi vtulkalarni ozgina olib tashlasak, ortiqcha joyini. Bu boyagi Malibu. Richak podushka 1 oy bo'ldi qo'ydirganimga deyaptilar, lekin hozir mana ko'ryapmiz. Yirtilayotibdi o'sha. Bu mana richak podushka 1 oy bo'lgan. Peridelka qilib qo'yib berishdi deb aytayotdilar, lekin bu qanaqa peridelka bilmadim. Mana yo'llari ochiqligidan o'sha tepasi ham boshlangan, mana pasti o'sha normalniy yirtilayotibdi. Bu uzoqqa bormaydi. Bu baribir jo'skiligicha qolaveradi bu podushka bilan. Malibu 2 mashinasi kelgan. Muammo tormozida yaqinda yangi kolodkalar qo'ydim. Chiyillayapti baribir. Kolodkasi deyaptilar. Qotib qolgan. Umuman u yoqqa ham bu yoqqa ham yurmayapti. Buralishi ham qiyin. Kolodka qo'yishganda moylab ham berishmagan menimcha. Bularni supportlarini qo'ramiz. Aporniy holati yomon emas. Asosiysi tormoz bosganda rul urmayotgan ekan. Kolodka ozgina velobutga chiqarib qo'ygan, lekin muammoli joyi yo'q. Asosiy muammo qo'yilgan kolodkada. Bilmayman kolodka nima qo'yishgan. Koreya degan yozuvi sal ko'rinyapti. Mana bunisida ozgina Koreya degan yozuv ko'rinyapti, lekin kolodkani o'zi qotib ketgan, o'sha yarimidan ko'pi yo'q. Xudo xolasa mana Malibu 2 ga JM baza kolodka qo'yamiz. Orqani ham kolodkasi hali yaxshi ekan, JM ekan o'tdi.